Bolam, ben xotiramman. Sen geroysan, voyin. Voyin sen. Tomiringda voyinlar bor. La havla va la quwwata illa billah desan bo'ldi. Allohi va ni'mal vakil. Va bolam, tabriklayman, молодец. Har doim yuzing yorug' bo'lsin. Krasavchik. Bo'ylan tasha rasmlar. Yasinni ham ustirib olmoqchi deyman-da, ha. Videoni davom ettirishdan oldin O'zbekistonda eng ishonchli bookmaker kompaniya Mosbetni tavsiya qilmoqchi edim. Mosbet orqali har qanday sport, MMA, futbol va kibersportda omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Osonlik bilan saytga kirib, registratsiyadan o'tib 3 million so'm bonus qo'lga kiritishingiz mumkin. Mosbet saytida UzCard orqali pul kiritib va pul yechib olish umuman muammosiz. Shuning uchun Habib Nurmagomedov, Mahmud Murodov, Conor McGregor kimga muxlislik qilishingizdan qat'iy nazar Mosbet saytiga kiringlar va sevimli sportchilarni qo'llab-quvvatlanglar. O'zbek MMA'sining eng yorqin vakillaridan biri Murodxon To'rayev hali hech bir jurnalistga ko'rsatmagan jarayonlari, farzandlarga bo'lgan munosabati va ochiq-oydin javoblari bilan bizni xursand qildi. Ota-onasini hurmat qilib, yaxshi ko'rib, yurtini bayrog'ini xudo xolasa balandlikka ko'tarib yuradi. Sof savdo Qur'on hayiti munosabati bilan yozgi chegirmalarini e'lon qiladi. Alhadaya, alhamdulillah, yozib tushirgan futbolkalarini, elektron tasbih, joyni mos bulardan xoli emas. Siz bularga erishish uchun sof savdo mahsulotlarini sochda qolib o'tiradigan minoksidil, semirtiradigan aminokislotalar, proteinlar, oqargan sochlarni qoraytiruvchi shampunlarimizni xarid qilishingiz kerak bo'ladi. Moskva, Sankt-Peterburg, Toshkentda dastlabki 1 soat ichida, Rossiyaning boshqa shaharlariga esa 1 kunning ichida dastlabki qilib yetkazib beramiz. Ekrandagi telefon raqamlariga telefon qiling hamda o'z bonuslaringizga ega bo'ling do'stlar. А ты хочешь превзойти свою ват? Да. Mendan zo'r bo'lmasa hisobmasizlar, to'g'rimi? Mendan zo'r rezultatlarga erishishinglar kerak. Я не ругаю, это дисциплина. Я напоминаю им, чтобы они вели себя красиво. Это дисциплина. И как часто ученики вас ослушают? Это очень редко. Очень редко. Они уважают, слушаются, но, конечно, боятся тоже. Потому что они... Я не боюсь. Ты не боишься, Ясин? Нет. Точно? Да. Mendan qo'rqish nimaga? Birovni haqqini yemasam, birovni urib tepmasam, mendan qo'rqish kerak emas, ne qo'rqadi? Yo'q, endi imij desam xato bo'ladi. Men o'z tabiatdan shunaqa odamman, harakat qilaman, hech kimni qo'ynini ortmasligi. Endi kimlarni qo'ynini ortgan bo'lsam, men bor uzr so'rayman hammaligidan. Kaltaga sportchilar ringda menimcha sizni kechirishadi bir kun. Ular bilan hammasi bilan xudo xolasa do'st bo'lib qolganmiz. Haligacha bordi keldi qilamiz. Va eng asosiy savol bugungi kunda siz oktagonga qaytasizmi va qachon? Albatta murojaat bilan aytmoqchiman, shuni o'zingiz bilan tashkillashtiramiz. Bo'ladi. Demak, e'lon qilasiz. Siz bilan birga e'lon qilamiz. Каждый день бои, ставится его, все у нас Murodxon To'rayev, азиатский медведь, понимаете, да? И он очень сильный мотиватор, он мотивирует тем, что он просто есть. И вот эта любовь, чтобы не упасть в глазах отца, и они очень стараются, очень. Kimlarni qoniqtirish sizni vazifangiz? Nogironlar, kasal odamlar, ko'p shifoxonalarga boramiz. Shu dori-darmon yetkiza olmayotgan odamlarga yordam qilamiz. Yordam so'rab kelgan odamni bittasini ham bee'tibor qoldirmaymiz, to'g'risini aytsam. Shu
Musobaqaning davomi haqida esa hamkasbim Farangiz Karayeva gapirib beradi. 150 dan ziyod sportchi bir manzilda. Ular Shayxontohur prokuror kubogi sport bo'yicha ochiq chempionatda bellashmoqda. Har bir guruhda 5 ishtirokchi. Musobaqaning o'tkazilishidan asosiy maqsad esa shu sport yo'nalishi bo'yicha kelgusida yoshlarimizni yanada ushbu sport turiga qiziqishini orttirish va qolaversa uyushmagan yoshlarimizni taklif qilganmiz, ularni bo'sh vaqtlarini samarali o'tkazish. Taekwondo va ITF sporti bo'yicha murabbiy Go'zal Norboboyeva bu musobaqaga 1 oy davomida tayyorgarlik ko'rilganini hamda shogirdlariga ishonishini aytdi. Ishonasizmi o'quvchilaringizga? Hammasiga ishonaman. Xudo xolasa kelajakda vatanimizga xizmat qilib, bayrog'imizni tepalarga ko'tarib chempion bo'lishadi. Men bunga ishonaman va shunga men harakat qilaman. Umuman olganda taekwondo yo'nalishi bo'yicha bo'lgan sportda nimalarga e'tibor ko'proq qaratish kerak? Birinchi o'rinda disiplina, treneri quloq solish va o'zini sportchi o'zini ushlab olish kerak. Keyin уже trenirovka. Aql bilan ishlagan sportchi har doim yutadi. Narbabayeva Team guruhi ishtirokchilari kubokni olishlariga katta umid qilyapti. 5 tushdik. Bu 5 ga 5. Hozir mana shu ikkita komanda tushsa, kim yutsa, bizlar bilan tushadi. Inshaalloh bizning kubok bo'ladi. Yosh sportchilar kelajakda murabbiy bo'lishmoqchi. O'zimizni zalimizni ochamiz, katta bo'lganimizda o'zimiz zalimizni ochamiz. Bolani olib chempion qilamiz inshaalloh. Hayajonli daqiqalar. Shayxontohur prokuror kubogiga qaysi guruh erishadi? Va nihoyat g'oliblar aniq. Faxrli 3-o'rinni Farhod Team hamda Subhon Team egallashdi. Faxrli 2-o'rin egalari esa Murodov Team jamoasi. Musobaqaning mutlaq g'oliblari prokuror kubogi sohiblari Narbabayeva Team guruhi. Qalbi eng toza kishilardan edi. Yomon gumonlarga bormasdi. Nasihat qilishda yetakchi edi. Eng mehribon, eng fidoyi kishi edi. Alloh rahmatiga olsin. Jonimni yo'qotishdan qo'rqaman. Sababi o'limdan qo'rqish yoki hamma o'rgan olgan gap emas. Uni tagida juda ham chuqur narsalar bor-da. Farzandlaring, yaqinlaring, to'g'rimi, ota-onang sen yo'q bo'lganingdan keyin sen berayotgan e'tiborni, sen berayotgan mehrni hech kim bera olmaydi-da ularga. Men Allohga qasam ichdim, haromdan uzoq bo'laman.